Mana shu davramizda shu yerda O'ktam akasi tomonidan ham 20 manat priz qo'ydilar. Hozir esa mana shu davramizda yaxshi o'ynagan mehmonlarimizni prizga taklif etsak, shu yerda eng zo'r o'ynagan ukamiz Ikrom akamizni, Sarvinoz singlimizni prizga taklif etamiz. Kichkinagina Aynura singlimiz prizga. Marhamat, muzika bo'lsin. Ikrom prizga, Sarvinoz, Aynura. Marhamat. Endi shu yerda yana Xudo tomonidan Rahila, O'razgul, Luiza, Gulshan, Sarvi mehmonlarimiz prizga. Marhamat, muzika bo'lsin. Qani marhamat. Xudo tomonidan Luiza, Gulshan mehmonlarimiz bor bo'lsa, qani kelingizlar, muzika bo'lsin yana. Prizga, qani muzika bo'lsin. Qani marhamat. Voy yaxshi. Qani o'ynab o'ynab.
Mehmonlar endi yana kelin-kuyovlarni tabriklash uchun so'z navbatini kelinimizning Gulasal yangasini, Muhabbat yangasini mikrofonga taklif etsak, Zamira dugonasi. Qani kelingizlar, ismlari tutilgan mehmonlar. Gulasal, Muhabbat yangalari, Zamira dugonasi, qani keling. Assalomu alaykum, uzoqdan va yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana bugun oqsham bu to'yning sababkori bo'lgan men singlim Gulnaz, kuyovimiz Bobomurod, ikkalamiz bag'riqli bo'ling. So'z bergan rahmat, ardimiz qadamdan boshlaymiz. Sog' bo'lari bor ekan, qani muzika bo'lsin. Marhamat. Mana shu bugun Gulnaz, Bobomurod to'ylaring qutlug' bo'lsin, nasibsa baxtli bo'linglar. Eng yomon kunlaring ham shunday bo'lsin. Nasibsa Allohning qizlarini to'yda ham o'ynab kulib yuranglar. Bo'lalari, xalalar tomonidan qadarkamiz topshirishga ruxsat eting. Siz berganingiz uchun. Gulnaz babish baxtli bo'lgan do'stlar ortidan qadarkamiz bor topshirishga ruxsat bersin. Do'stim Gulnaz, babish baxtli bo'lgan. Muzika bo'lsin, marhamat. Sog'larga topshirsinlar. Yarashib o'tirgan kelin-kuyovlarning guvohlaridan so'z navbatini eshitsak. Qani do'stlarim, kelingizlar, so'z navbat sizlarga. Bir do'stlik qilib do'stlaringizga bo'lgan ezgu niyatlaringizni bildirib ketsalaringiz, marhamat. Guvohlar, kelingizlar, so'z navbat sizlarga. Assalomu alaykum. Mana bugun oqsham Alloh hurmat qilasizlar, Alloh o'ltiradi. Bu to'yning sababkorlari bo'lmoq. Kam Bobomurod kelinimiz qizlarning vaqtli hayot turmushini o'tayotgan biz men bularga baxt, saodat orzu qilaman. Doimo hayotimda baxtli yashashni orzu qilaman. Kichkina farzandlarimizda xalalarning atidan, tog'alarning, jizzalarning hammasining atidan kichkina farzandlarga topshirishga ruxsat bersangiz. Qani bir muzika bo'lsin, marhamat. Sog'larga mana qolasining. Uzoqdan va yaqindagi mehmonlar, mana bugun bizim bovushashlarning to'yi ekan, baxtli bo'lsin. Bugun kelin to'yida o'tirgan bo'lsak, nasib qilsa, nevara to'ylardan o'tirayapti, besh to'ylardan o'tirayap, baxtli bo'lsin. Eng yomon kunimiz ham shunday bo'lsin, ara qatnashimiz azilmasin-da. Shu bo'rnik avvalroq to'y deb borayap, nasib qilsa, baxtli yashab ketsin, shuni istayman men. Gorka işte, Gorka! Gorka! Ota inilar vatlarım, padarkamız var ya kichkina, onu topshirmoqqa ruxsat bersangiz. Sizlarning baxtingiz buyuk bo'lsin. Uzoq umr
Tilayman, nasib qilsa, eng jomon kunlaringni shunday o'tsin. Qo'shaqaringlar. Qani muzika bo'lsin, marhamat. Sog'alari bor ekan.
günah